Ushbu loyiha O'zmilliybank AJ hamkorligida Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Navbahor muhitida 294-138 sonli kontur amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan, maydoni 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 180 kun davom etadi. Yetishtirilganda sug'orildi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektar 0,5 yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor pichoqchi liderlar ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna jami 3 yil rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jalik daromadini oshirish niyatidamiz.